Begin qismiga Python, C# Java va C++ kiradi. Frontend qismiga Java. Uzr ustoz, darsingiz bo'ldi. Hurmatli o'quvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar, o'tiringlar. Hurmatli o'quvchilar, yozgi ta'tilimiz yaqinlashib kelayotganligi sababli Sun Life oromgohimiz ochildi. Barchangizni shu oromgohda kutib qolamiz. Özlem bana uçuyu boraman. Ya, otam var ya, otam. Yok, Kemal var. sana borasan. Mustafa ading keldilar. Ada, salom. Va alaykum assalom. Nimaga o'g'lim? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? O'qishda nimayaptilar? Anaqa ada, maktabimizda lager bor ekanda, o'shanga men boraman, ha? Borasan bolam. Xudo xolisa yaxshi o'qisang borasan, xo'p? Darsingni qil. Ha. Muxlisa? Labek. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamadingizmi ishlar bilan? Nima gaplar? Tinch, anaqa Mustafoni anaqa maktabidan yana telefon qilib, to'lovini so'rashyapti. Qanaqasiga to'g'ri hali vaqt bor-ku? To'lovini so'rab qo'yishmayapti-da hozir. Undan tashqari yana kommunalniy to'lovlarimiz bor. Arenda to'lovimiz yetmaganiga hozir lagerga boraman deganiga ruxsat berib qo'ydingiz. Shuncha rasxodlarimiz bor hozir endi. Nima qilamiz endi? Ha, nimadir qilarmiz. O'zi ham sekin tushuntir Mustafoga. Lagerga bormay turadi bu yil. To'lovlarni yopib ham. Tushunding-a, o'zing gapingni qilib, sekin madirib tushuntirarsan unga. Afsus, bola bilan birga lagerga borolmas ekanman. Angliyskidan tayyorgarliklar bo'lar ekan, olimpiadalarga borishar ekan, olimpiadaga tayyorgarliklar bo'lar ekan. Undan qolib ketadimi Mustafo? Bo'pti-da. Gap bo'lar. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Qizimni ishlab kelay. Yaxshi borib keling, ishlab Bo'pti, yaxshi keling. o'tiringlar. Charchamang. Charchamadingizmi aka? Ha, xudo xolisa men yetib keldik ham. Mayli aka, rahmat. Hop, mayli aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tirib. Aka, olib ketib turmanmiz. Yo'q, aka, meniki emas bu. Sizdan emasmi? Yo'q. Ha, bo'pti, hop, mayli aka. Rahmat. Hop. Kim ekan? Oh. Boshliq ham bor ekan. Halo. Ha, boryapman. Ha, shoshilmay turgan boraman. Mustafoni anaqa maktabidan yana telefon qilib, to'lovini so'rashyapti. Kommunalniy to'lovlarimiz bor. Arenda to'lovimiz yetmaganiga hozir lagerga boraman deganiga ruxsat berib. Alo. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat, charchamaysiz. Ishingiz yaxshimi? Rahmat. Men bor uzr, bez taqib qo'ydim sizga. Qolib ketibdi-yu. Ha, qoldirib qo'ydim, shoshib ketgan bilan. Rahmat, rahmat. Ko'rib oling sizlardan. Ishonaman sizga, xo'p bo'ladi. Ha. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shoshmay bir umid. Xo'p, qarang. Zakotim borida ozgina siz loyiha ko'rdim o'sha pulga, agar noto'g'ri qolsangiz yaxshi kuningizga ishlating. Aka, men childirroq roziman. Roziman aka. Olib kelib bermas. Sizdan boshqa odam bo'lganda olib kelib bermas to'g'risi. Rozi bo'ling aka. Rahmat. Yaxshida ko'rishaylik. Yaxshida ishladi, yaxshida ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'ling. Ajoyib odam ekan. Oyli testing nima bo'ldi? Necha chiqdi matematikadan? Matematikadan 90 chiqdi, ingliz tili ham 80 chiqdi. Yo'q, молодец. Ana ading kelibdilar, qara. Ada. Ya Mustafa.
Kelyapsanmi bolam? Assalomu Yaxshimisan? alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Ha. Yaxshi. Qalay, yaxshi o'qib keldingmi? Kelyapsizlarmi? Mana shuni ko'tarib qo'ygin. Men sizlarga bir nimalar olib kelganman. Qani ko'tar, bularni o'yinga olib kirasan. Uyam sig'adimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zg'arliklar qayerdan? Ko'rmaysanmi? Xudo beraman desa, ishga masaga. Yaxshi kelyapsizlarmi? Rahmat. Qani O'zi ketdik. yashadingizmi, charchamadingizmi? Qani ushlab turish. Shu narsalarni qayerdan oldingiz? Ko'rmaysanmi? Xudo beraman desa hech gap emas ekan. Xudo xolisa o'g'lingni maktabini ham to'lab qo'ydim. Kommunalniyalarni to'ladik. Eng qizig'i, lagerga ham pul o'tkazib qo'ydim. Juda ham zo'r. Lagerga ham boradi endi Xudo xolisa. Juda ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa mana shu lagerga borsin deb olimpiadalardan qolib ketmasin deb deb Xudo so'rish. xolisa qolib ketmaydi. Qani kiraylikchi? Har bir amal uning ortidagi niyat bilan qadr topadi. Niyat pok bo'lsa, qilingan ish ham barakali bo'ladi.